Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizani oldimizga qo'ylarimizni sotib bering deb o'sha noyabr oylarida qo'ylarni olib ketishuvdi. Ana o'shalari boqib, mana hozir qurilish qilyapmiz, zaruriyat bo'lib qolgan ekan deb bular ham hozir men kelgunimcha bular olib kirib turishgan ekan. Tarozga shunda olib chiqamiz, vaznini ko'ramiz. Xudo xolasa sotib, xudo xolasa keyin aloqaga chiqamiz. Mana kommunizmdan Baxtiyor aka bizdan olib ketgan bo'lar. Shu qaytarib olib kelib beryapti. Yaqinda olib ketganmiz-ku 5 oy. 5 oyda shunaqa gigant tashlab. Mana 5 oydagi rezultat semiradigan paytida olib ketdilar-da. Mana xudo xolasa endi boqiladigan mana qo'ylar olib kelishibdi. Xudo xolasa mana 4 talasini hozir tarozga chiqazib oldim. Talasi birgalikda 345 kilo. Mana olaman deydiganlar mana boqma Qirg'iziston bilasizlar, Qirg'izistonni qo'chqorlari o'ta yirik bo'lib ketadi. Mana bular endi mana yemga tayyor, qo'rqmasdan haligi oldiga kilolar tashiydigan qo'ylar-da, mana qaranglar. Mana Qirg'izistondan aniq bizaga kelib, bizadan sotilganda endi. Obuna va izoh qoldirib, yuksalishimizga hissa qo'shing.